institutlari juda yaxshi edi. Uy qamog'i berganida bola chaqasini boqib, harakat qilib, tromka qilib, sport qilib turuvdi. Mana shu sudlarni 12-ya, 5-ya, 7-ya, 24ga deb, mana bugun 17-kuni sud zalidan ehtiyot chorani o'zgartirib, uy qamog'ini qamoqqa almashtirib qo'ydilar. Yurtboshimizdan so'raymiz. Qizlardan so'raymizki, qo'ldan har doim yordam qilib kelgansizlar, yana yordam qilishni so'raymiz xalqimdan, yurtimdan. O'g'limiz mana 1,5 ming odam ko'rib bor edi. Qimorda reklama qilmasa, noqonuniy ishlarni qilmasa, yoshlarga eng katta motivatsiya berib turuvdi. Yana bir marta yurtboshimizdan iltimos so'raymizki, o'g'limizga yordam qilishni so'raymiz. Yurtboshimiz ayollariga, qizlariga yana bir marta iltimos so'raymiz. Mana onajonisi, onasi, ro'za oyi, eng ulug' oylari, Ramazon bayram. Iltimos sizdan yana bir marta iltimos so'raymiz. Haqiqat